Bugün işlariga barmamdila? İşimni qilyapman-ku mana. Kaptar bilan bo'lib ketib, amal mansablarini unutib qolmaganlar. Nimalarni deydigansiz? Sizga nima deb tushundirsam bo'la? Bu xizmatimning muhim tarkibiy qismi. Sizlarning ishlari kaptar tutishganda? Bo'ldi, Inbahor, endi gap qilmang, o'tinib qolay. Bo'lamdi. Obdan qildilar suyimlik erim. Qani akasizlar uni sizlarga pishirib beray. Men sizga ig'zingizni yomon da'vatman. Endi bu kaptarga yiqilishquchi bo'lmang. Bu mening xatoliqimmi? Men faqat sizlarga obdara g'izo tayyorlay deb shunday qilgan. Bu intayin muhim maktubga. Bu maktubda darhol Qozkalanning yeniga ilib boray. Qozkalan kechki tamoqni biz bilan bilgan ekan. Inbahor, endi toqatim toq bo'ldi. Mazkur javobgar qo'shnisining o'rilib ketgan temini o'zi pul chiqarib sepmasin. Hukm oxirlashdi. Qozkalan hazratlari. Nima bo'ldi, pashab? To'liq muhim bir ish bor edi. Qani eysila. Sizlarning aramxonalarga kirib paranglashayli. Hay, zarur. Yenimizga hech kim kirmasin. Ha, qani. Bu yerda endi yot odam yo'q. Bayağı bir parça mektub topshirib oldim. Uningda shahrimizda bir payloqchi paydo bo'lib qolganligi yozilibdi. Payloqchi? Shundoq. Bir notunish odam yovlarga biz to'g'risida uchur ma'lumot yo'llamoqchi bo'pti-dek. Sizlarcha bu xabar ishonchlikmi-du? Xotirjam bo'lsizlar, Qozkalan hazratlari, menimcha mutlaq ishonchlik. Undaqda uni darhol tutaylik. Bu har qancha o'zini yushirib yurgan bilan men uni har qanday vaqtda tunib olayman. Sizlar kerakli bir narsa bormi? Menga ijozat bersizlar, Qozkalan hazratlari, gumonliq yot odamlarni tekshirib chiqay. Ishning oqibatini o'ylaganda shunday qilmay bo'lmaydi. Diqqat qilsizlar, begunoh kishiga o'l qilib qo'ymasizlar yana. Nemishqa tamoq yemaydilar ata? Alloh shukri, to'ydim qizim. Tamoq yemay, o'yg'i cho'kib ketdilar-ku. Hal qilishga tegishli ishlar tugamayotdi qizim. Mening sizlarni bu g'amdan xalos qiladigan bir amalim bor ata. Qaysi amal qizim? Nazarlarini yiroq o'tmishga og'dirib, podshoh Bilqisning Höpöp bilan bo'lgan hikoyasini so'zlab bersizlar. Ata, bo'lamdi? Sizdan qochib qutulg'ili bo'lmadi. Nega kelib to'xtagan edik? Bilqisning yovini yo'qitib, elga adl adolat va farosat bilan huquq yurgizganligini so'zlab o'tgan edilar. Yov deb amrin demoqchimisiz qizim? Hamma ishni biladilar ata. Höpöp Bilqisning qavmi bilan quyoshga sajda qilganligini ko'ribdi. Höpöp Sabadin Falastin zimini qarab uchib, ko'yganlarni Sulaymon payg'ambarga yetkazishga mengibdi. Nalak berib kelding Anbar? Sulaymon payg'ambar mening yo'qolib ketganligimni tilga oldimi? Shundoq seni tex bo'g'izlashga qasam ichdi. Undaqda menga o'l bo'pti. Men vazifamni ado qilish uchun ziminda nima ishlarning bo'lganligini kuzatkili borgan edim. Xalqqa yerga berib o'ynab kelgansan tayinliq. Qasam qilay, men intoyim muhim bir xabarni olib keldim. Sulaymon payg'ambar ko'rmagan ishlarni ko'rdim. Men Saba shahri haqida ishonchli xabarlarni olib keldim. Sen bir ishni deyishni unutibman. Qaysi ish u? Allohning payg'ambari Sulaymon sening yo'qolib ketganliging qarta 3 xil ehtimollikni o'tirib qo'ydi. Biri bo'g'izlash yoki qattiq qiynash yoki bo'lmasa bir muhim xabar olib kelsa kechirib o'tish. Undaq bo'lsa nima ish qilmang boshdalar bu gapni demaysan. Alhamdulillah. Sizlarni ko'rib turibdilar alilari. Biz taxtni qo'llash uchun barliq tadbirlarni qo'llandik. Menimcha bular tex yetarli emas. Undaq bo'lsa qarovullarni ko'paytaylik. Menimcha undaq qilishning zaruriyatimi yo'q. Namiq, taxt degan hukmronlikning belgisi. Buni bilaman alilari. Saba xalqi o'zlariga sadoqatman. Ular har qachon shohlik saltanatlarining davom qilishini orzu qilishadi. Ular mening
hukmronligimga chin ko'ngildan qoyil bo'lish kerak. Kesip etimenki sabadiki avam puhralar özlerini çin kalbinden yaxşı görüdü alileri. Cümleden men meseleni çin kalbimden bekli yaxşı görmen. Hayatımda bunudumı adil ve paravan bir zamanı görmegenmen. Sizlar hammalarning maslahatini anglab, avomning o'zlariga bo'lgan sadoqatini bilgandan keyin, ondan bir qarorga kelsizlar alaylar. Shundaqdimi, taxtimizning yo'qolib ketishidan andish qilyapman. Bilmadim bu qo'rqinish qayerdan kelgandir. Hoy Anbar, hayotmisan? Sulaymon payg'ambar beshini kesmabdi-da? Kesdi. Men sana osh kesilgan beshim bilan so'z qilyapman. Bala qazoda qanday qutulib qolding? Menga daxli qilma, birodar. Men uzun safarga mangdim. Safar dedingmi? Qayerga? Nimishqa borsan? Münasibetsiz ishqa aralashma. Bo'pti, sendan so'rmagan bo'lay. Ati nimish ekanligini, nega borganligini bilib qolamiz. Mektup. Sahiba. Sahiba. Labbay alileri. Neymiş boldu? Men uxlab yotganda yenimga bir askardimi? Yo'q, alileri. Men sana kim yenimga kirib bu maktubni qo'yib qo'ydi deyapman Sahiba. Tushundingmi, ha? Qasam qilay alileri. O'jurlarga hech kim kirmedi. Undaq bo'lsa, bu maktub nerdan kelib qoldi? Men mi bilmedim. Qaravullarni va ulug' sanğunni darhol chaqirgin Sahiba. Ular bilan jiddiy kengash qilaman. Ordini to'liq tekshirib chiqdik. Bizning xabarimizsiz biror cho'milimi kirmabdi. Undaq qo'limdagi maktub qandoq bo'lib bu yerga kirib qoldi? Menimcha uni Sahiba qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin, alaylari. Sahiba mening sodiq chaqirim. U hargiz menga xiyonat qilmaydi. Men bu qasdan undaq demoqchi emas, biroq bu ish odamni bekla hayron qoldirdi. Mening yenimga maktubni to'ydirmay qo'yib qo'ya olgan kishi yana xolisa, boshqalarga bildirmay jinimni ola olishi mumkin. Agar sizlar meni vazifasini yaxshi ado qilmadi deb qarasalar, hozirlar bo'ynimga qilich ursalar. Beshani kesgan bilan masala hal bo'lmaydi. Atdiganda hammanglar kengash kelinglar. Xo'p, alaylari. Ordadagi muhofizatchilarni ko'paytirlar. Men bu ishni anglabla muhofizatni kuchaytirdim. Xotirjam bo'lsalar. Maktub egisidan yilimi andish qilyapman. Aliler bizni nimaga chaqirtqandi? Odatda u bizni buncha atdiganda chaqirtmaydi. Faqat qilib turinglar janoblar. Har ish bo'lsa vaqti kelganda bilib qolasizlar. Janoblar, menga bir maktub avatilibdi. U qanday avatilibdi? Aliler. Uyg'onib qarasam, beshimda turadi. Qanday qilib kelinganligini men bilmadim. Balki maktub uxya bilan yoki bo'lmasa tunglikdan tashlangan bo'lishi mumkin. Bu ordaga yov kirganligining alomati. Eng muhimi maktubning mazmuni. Nimalar yozilganligini o'qsaq bo'ladimi? Uni bizga o'qib bersizlar qandoq? Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Sulaymondan. Sizlar men qarshi chiqmasdan balki musulmon bo'lgan holda kelinglar. Maktub tugdimi ha? Shundoq. Sizlar qanday qilsak bo'lar? Men ilgari Sulaymon podshoh to'g'riliq anglagan. U haqiqatan kuchlik va donishmand kishi. Biroq uning Rabbi to'g'riliq gap anglab boqmabdi-kanman. Mushavirning nim fikri barkin? Men mo nim deyishni bilmayapman. Janoblar, menga yo'l ko'rsatsanlar-chi, sizlarga maslahat solmay turib o'zim yolg'iz qaror chiqarmayman. Alileri, qo'shinimiz aziz elimizni qo'g'dashga har qachon tayyor. Bu yo'lda jon pido qilishga rozi. Bizning kuch qudratimiz oz emas, uzoqlikmi ko'p. Qachon yorliq basla, biz shu amon urush qilishga tayyor turamiz, alileri. Yanala silining eg'izlariga qaraymiz, alileri. Yovlar birar erga besib kirsa, u joyni talon-taroj qiladi va azizlarni har-harlarni aziz qiladi. Bu ularning odati. Undaqda nima qilay deydilar alileri? Urush malmonchiligidan saqlab qoladigan, qon to'kmaydigan eng bexatar usuldan birini qo'llanib boqay. Ularga hadiya avatib, bizga qanday javob qaytaradiganligiga qarab boqaylik.
Hadiye əvətidigan sanduqlarni yasash uchun nurg'un oltinlarni sarf qildik. Meningcha bu ishqa bek ko'p xarajat ketgudak oliylari. Hadiya chuqum qimmati yuqori va podshoh Sulaymonni qiziqtirgudek bo'lishi kerak. Bunda qilishda nima hikmat borlig'ini so'rab baqsam bo'ladimi? Navad Sulaymon dunyoparast kishi bo'lsa, u chuqum bu hadiyalardan xursand bo'lib, bizga hujum qilmaydi. Uning ochko'zligi texmi kuchayib ketsa-chi. Dunyoparast ochko'zlarni bir taraf qilish nihoyatda oson. Agar ularning biror dini bo'lsa, u chaqda ish tasga to'xtaydi. Undaq bo'lib qolsa nima ish bo'lar? Undaq bo'lib qolsa so'g'imiz har qancha ko'p bo'lsa-mu, ular buni ko'z qirin solmaydi. Ular bizni Rabbiga itoat qildirmoqchi bo'ldi qilmaydi. Meningcha dunyoda bunchalik ko'p oltinni qaytaradigan odam bo'lmasa kerak oliylari. Meningcha shundoq. Menmi Sulaymon sizlardek o'yda bo'lskan deyman. Podshoh Bilqis bu ishni tez bitirishni o'ylayotdi. Ishni qo'linglarga elinglar. Mushavir janoblari, buncha ko'p oltin javohiratlarni ularga avazsak, Sulaymon bizni ularning kuchi yo'qkan, bizdan shafqat tilab etibdi deb o'ylab qolmasmi? Yo'q, bu sovg'alar ularga bizning boy-bayoshat, kuch-qudratlik va ilm mahoratda ustun ekanligimizni bildirdi. Nimali degan bilan, bu qo'shin uzun muddat mashq qilib, jang hozirliklarini obdan tayyor qildi, mushavir janoblari. Bu yaxshi ish. Ularni qattiq mashqlantiring. Biz ziyon tatib qolmaymiz. Podshoh Bilqis, podshoh Sulaymonning yiniga elchi bo'lib bordiganlarni bekitib bo'ldimi? Yo'q, dexe. U ishning utuqliq bo'lish uchun odamni qattiq tanlayotdi. Sizlarga jekilgan ishlarni yana takrorlamayman. Vazifamizni esimizda obdan saqlaymiz oliylari. Sulaymon elining tarixchilik, sanoat va tijorat qatorliq ahvollarini obdan kuzatamiz. Men ularning tibobat va me'morchilik san'ati jihatdagi taraqqiyotlarini obdan tekshirib chiqaman. Eng yaxshisi ularning lashkariy ahvolini bilish uchun ulug' song'un biz bilan birga bosi bo'larmikin? Bo'lmaydi. Sizlar ularning ilg'i jasuslik qilish uchun emas, balki tinchlik salmimizni yetkazgil borganliklarini bildirishinglar kerak. Tushundim oliylari. Ularga bizning o'zlariga bo'lgan do'stlik va minnatdorligimizni bildiringlar. Zarur tepilgan ularning ishlariga hamdam bo'linglar. Deganlarda qilamiz oliylari. Xotirjam bo'lsinlar. Qani yo'lga chiqinglar. Muqaddas quyosh sizlarni o'z panohida saqlag'ay. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العظيم. Podshoh Bilqis haqiqatan to'lima aqlliqdana ayol ishkan. Shundoq o'ylayapsiz, qizim? Sizlarning boshqa qarashlar bor o'xshamamdi, ota? Kishini quyosh, o't va toshlarga ibodat qilishga ep bo'lgan chechenlik amaliyotda haqiqiy nodonlikdir, qizim. Biroq u sizlar aytib bergandek adl adolat, ilm hikmatning roliga ishonadi ekan emasmi, ota? Bularning ahamiyati cho'ng va dunyoda utuq qozonishning asosi bo'lgan bilan u baribir ruhni poklayolmaydi, qizim. Uningdan keyin qanday bo'lgan, ota? Bo'lgan ishlar to'limi ko'p. Buni so'zlashga yana bir kecha vaqt ketadi, qizim. Undaq bo'lsa, at ko'rishaylik inshaalloh. Allohga omonat, go'zal malikam.
الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري